Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Men Mahbuba abla, o'zim Avstriyada yashayman. Men Xitoy tajovuzchi kafirlarning ziyonkashligiga uchragan Sharq Turkistonning G'ulji shahrida turishliq ota-onam inim ustidan guvohlik bermoqchi. Bu mening inim Adiljon. Bu yil 29 yosh. Adiljon 2017 yili 4 ayning 15 kuni Xitoylar tarafidan atalmış jazo lageriga tutib ketilgan. U yerda 2018 yili 6 oygacha tutib turilgan. Shu vaqtda 14 oy atrofida shu jazo lageri turgan. Ondan 2018 yili 6 oyning oxirlarida 20 yillik hukm e'lon qilingan. Bu mening opam Fayzuhra Ömer. Bu yil 57 yosh. Opammo 2017 yili 9 ayning 5 kuni Xitoylar tarafidan atalmış jazo lageriga tutib ketilgan. U yerda shu kundan tortib 2018 yili 6 oygacha tutib turilgan. Taxminan 9 oy atrofida shu jazo lagerida turgan. Ondan 2018 yili 6 oyda opamga o'xshashlar 20 yillik hukm e'lon qilingan. Bu mening dadam Ablajon Habibullah. Bu yil 59 yosh. Dadam 2017 yili 10 oyda Xitoylar tarafidan yana shu atalmış jazo lageriga tutib ketilgan hamda hozirgacha shu jazo lagerida. Mening guvohligim tugadi. Alloh omonat.